Hammaga salom. Liskadan menga dastavka keldi. Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Buni o'tiramiz. Bu Liska eng zo'r narsalaridan biri. Tan beraman. Bu yuzingiz rangini oqartirib beradi. Yuzingizni tiniqlashtirishga yordam beradi. Men buni bitta bankasini tugatdim. Ikkinchisi kerak bo'lib turgandi. Shiringina serum, vitamin C serum. Keyingisi Amun tinchlantiruvchi penkasi. Bu juda ham zo'r. Yuzingizni oppoq paxtadek qilib beradi. Buni ham bittasi tugadi. Endi ikkinchisiga o'tdim. Aynan bu nabor yuzingizda muammolaringiz kam bo'lsa sizga to'g'ri tushadi, lekin hozir menda muammolarim ko'p. Shu sababli buni keyinchalik olib qo'yamiz. Yuzimda juda ham ko'p muammolarim bo'lgani uchun menga hozir eng kerakli narsalardan bittasi bu. Mana shu naborni men hammasini bitta bankadan tugatganman. Endi yangisini ochamiz. Yuzingiz to'la xuddi shunaqa ugri bosib yotgan bo'lsa, mana shu naborni olib ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yuzim bu holatga kelishdan sabab yuzimni to'g'ri parvarish qilmaslik bo'ldi. Xohlasam qilib, xohlamasam qilmasdan yuzimni shu ahvolga keltirib qo'ydim. Bo'lmasa, yuzim ancha yaxshi bo'lib qolgandi. O'zim aybdorman. Ampula. Aktiv krem. Niacinamid serum. Namlantiruvchi krem. Buni xohlasanglar screenshot qilib olinglar. Bu ertalabki yuz parvarishini ketma-ketligi. Bunisi kechqurungi yuz parvarishini ketma-ket. Liskaga tashakkurlar va menga obuna bo'lishni unutmang.